iyul oyini amaliyotini ko'pchilik muhim deb olmabdi. Ну, значит так. Да, то есть пока shunaqa energiyalar o'zgargani sayin все-таки hamma o'zini bir kerakli bir holatini shakllantiradi-da. Я сейчас подключусь, aktiv translyatsiya qilmoqchiman. Hammaga assalomu alaykum. Bugun 03.07.2026-yil iyul oyiga sozlashish amaliyotimiz taqdim etilmoqda. Va sizlar bilan iyul oyini amaliyotlarini boshlaymiz. Мы с вами начинаем круг наших программных активов на июль месяц. Пока hamma turib uyg'onguniga qadar biz sizlar bilan aktivizatsiyani davom ettiraveramiz. Ну что, мои хорошие, июль oyi boshlandi. Как у вас состояние? Поделитесь, пожалуйста. Меня слышно, видно, да? Mani eshitilyapman, hammasi yaxshi-da. Напишите, пожалуйста. Iyul oyi. Семерка. O'tgan yili kim ishtirok etgan iyul oyida и вообще iyunni oyi sozlashda ishtirok etganlar bormi? Есть ли у нас те, которые именно участвовали в июле месяце, в июне? Iyunni oyida ishtirok etganlar bormi? Напишите плюсики, поставьте, чтобы я знала. Juda muhim bo'lgan oy. Biz sizlar bilan buni har oy aytamiz. Qanaqa o'tdi iyun oyi? Гармонично o'tdi. Iyun oyi гармонично. Qolganlar qanaqa o'tdi? Как прошел месяц для вас? Yana kimda qanaqa bo'ldi? Bo'lishing, пожалуйста. Ertaga biz xuddi shunaqasilar bilan Everest portalida uchrashamiz. Завтра мы встречаемся с вами на портале Everest и будем сонастраиваться. Voqelik qilganimizning sababi Everestni sizlarga bu наоборот благо, потому что tongki energiyalar eng matritsani bir hali qo'shilmagan jarayonlari. Shuning uchun ertaga DNKni yangilatish holati bilan, yangilash holatlari bilan ishlashni amalga oshiramiz. Iyul жесткий ustozning darsi kabi boshlandi. Жесткий ustozning darsi kabi boshlandi. Понятно. Qolganlarda qanaqa bo'ldi? Menda iyulim juda chiroyli boshlandi. Juda chiroyli boshlandi. Buni davom ettirishni amalga oshirish holatidaman. Qolganlar потом тогда делитесь, ладно? Ну что, мы начинаем урок, darsni boshlaymiz. Kim keyin qo'shilmoqchi bo'lsa, albatta qo'shilib olish imkoniyati bor. Faqatgina buni oyning oxiriga cho'zmang. Iyul qanchalik darajada imkoniyatlarni hayotingizga yoqishni amalga oshirsangiz, shunchalik darajada imkoniyatlarni o'zingizda faollashtirishni eshigini ochasiz. Qanchalik voqelik qilsangiz, ko'pchiligingiz iyul oyini даже oxirida olishni boshlashda, я не рекомендую, buni tavsiya qilmayman. Iyunni o'tib ketdi, то есть oy o'tib ketyapti, siz oy oxirida olyapsiz. Так nельзя. Maksimalni boshida olsangiz, har bir kunni mohiyatidan olib chiqib,
kerakli bir energiyani cho'qilab, zalb, то есть katta bir qismini amalga cho'qilab ketasiz. Bu faqatgina sizga blago bo'ladi. То есть очень рекомендую максимально изначально в начале месяца активизировать все возможные активы. Прям очень рекомендую. И каждый месяц, да, это только будет, каждый день это только будет благо. То есть в каждом дне вы будете черпать только благо. Har kunda o'zingizda faqatgina kerakli bo'lgan imkoniyatni o'zingizda faollashtirasiz. Поэтому рекомендую всем, albatta hammaga tavsiya qilaman, buni o'tkazib yubormang. Месяц iyul, L oyi, 7-oy, 7-oy месяц. Uzoq muddatli sifatli imkoniyatlar. Bu uzoq muddatli sifatli imkoniyatlar sizga uzoq muddatli natija beruvchi raqam aslida olganda. То есть это цифры, которые дают возможность максимально глубокие сонастройки на дальнейший период, то есть не только на определенный период. Faqatgina hozirgi oy uchun emas, balki uzoq muddatli imkoniyatlar va natijalarni ochib berishga katta yordam beruvchi oy bo'lib hisoblanadi. Raqam bo'lib hisoblanadi. Va bu oy ham albatta 7 bilan bog'liq bo'lgan jarayonlar sizga albatta uzoq muddatli natijalarni olib kelish imkoniyatiga ega. 7. Qaysi joyda 7 raqam bor bizda? 7 ta kunimiz bor, haftani kuni. 7-chisi bu yakshanba. O'zi yakshanbada maza qilib dam olasiz-ku. Maza qilib dam olib, butun boshli bir hafta uchun nima qilasiz? O'zingiz uchun energiya to'playsiz-da. Yana 7 qayerda bor? 7 raqami o'zi juda ham bir sof raqam deb aytishadi-da. Ko'pchilik bir traditsiyalarda, din va holatlarda. Xuddi shunaqa oy ham juda muhim bo'lgan oydir. Iyul oyi bizga yangi darajadagi, yangi bosqichdagi yashash imkoniyatini beradi. То есть июль месяц это месяц новых программ. Новых программ, новой материализации, materiya holati bo'lganligi uchun-da, для нового уровня существования. Yangi bosqichda, yangicha talqinda yashash uchun yangi oy. То есть oy iyul oyi bo'lib hisoblanadi. Aynan iyul oyini biz sizlar bilan maxsus raqamlar, maxsus energiyalar, kodlar bilan kirib boramiz. Har bir iyul oyini berayotgan energiyalarni maksimal darajada hayotimizda ko'rsatib berish uchun, maksimal darajada yoritib berish uchun har bir iyul kunining energiyalarini maksimal darajada beradigan imkoniyatlarni qamrab olish uchun va bu imkoniyatlarni hayotimizda tatbiq qilish uchun. То есть максимально возможное привлекаем себе событийные rяды, voqealar va hodisalarni shu kod orqali nima qilamiz? Tortib olamiz va bu kod sizga kerakmas bo'lgan programmani chiqarib beradi. Kerakmas bo'lgan energiyani tushirib beradi va sizni yangi imkoniyatlarga, yangi hayotingizni bosqichiga olib chiqishga yordam beruvchi energiyalar, programmalar taqdim etilinadi. Bu energiyalar, bu programmalar orqali sizga вам, то есть будет собираться события. Hozir bu kodlarni kirgizasiz, e'tibor bering. Будут собираться события, которые будут привлекать в вашу жизнь новые возможности. Albatta bu yerda siz o'tirmaysiz. То есть sizga yangi imkoniyatlarni jalb qiluvchi voqealar va hodisalarni hayotingizga jalb qilishni boshlaydi. То есть вы не будете сидеть, так, qani ko'raychi, qanaqa imkoniyat? Нет, bunday tarzda emas, не в этом случае. То есть вам будет событие будет происходить, voqealar amalga oshishni boshlaydi. Siz harakat qilasiz buni davom ettirishga. Вы будете
активизировать себя в действиях, потому что если в этом месяце не будет действия, не будет результата. Harakat bo'lmasa, rezultat bo'lmaydi. Bu oy juda ham har bir oy aslida olganda harakatli oy bo'lib hisoblanadi. Обязательно harakat qilish kerak bo'ladi. Voqealar, hodisalar yig'ib beriladi. Siz o'zingizni harakatingizni amalga oshirasiz. Bu harakat sizga nima beradi? Maksimal darajada siz uchun sifatli bo'lgan voqealarni yig'ib beradi. Chunki sizda bu kod bor уже. Siz hozir bu kodni kirgizasiz, вы сейчас в себе адаптируете эти коды, которые мы сейчас будем с вами активизировать. И эти коды вы будете действовать, siz harakat qilasiz, eng kerakli, eng maksimal darajada sifatli bo'lgan siz uchun tanlovlar, holatlar, imkoniyatlar, uchrashuvlar, давайте inson tili bilan aytaylik, uchrashuvmi, munosabatlardagi bir darajami, yoki bo'lmasa farzandlaringiz bilan yangi bir urovenda, yangi bir darajadagi bir muhokamalarmi yoki munosabatlarmi, ishlaringizdagi anchadan beri qilmoqchisiz, qilmadingiz, sizga bu oy именно siz uchun kerakli bo'lgan yuqori darajadagi imkoniyatlarni ochib berishni amalga oshiradi. Siz bundan foydalanasiz. Sizga qayerdadir taklif kelishi mumkin. Siz oilasida o'tirmaysiz, o'zidan o'zi sborka bo'ladi. Yo'q, bu taklifni turasida qabul qilasiz va harakatingizni amalga oshirasiz. Понимаете, да? То есть yangi materializatsiya. Yangi materializatsiya bu nima? Amalga oshish, hayotingizda ko'rinishni amalga oshishi. То есть материализация это проявление того или иного события. Конечно, bu yerda shak shubhasiz aynan kimda naполненность bo'lsa, то есть resursi o'zini ustida anchadan beri ishlab borayotgan bo'lsa, siz biling, что mara sizniki, sizda bu imkoniyatlar faollashishi juda keng bo'ladi. Если вы в ресурсе, у вас возможность, у вас, конечно же, активизация будет на другом уровне, и вы будете видеть уже результаты быстро. Siz natijalarni tezroq ko'rasiz. Kim endi kirib borayotgan bo'lsa, siz endi kirayotgan bo'lsangiz, o'zingizni rivoj yo'lingizga, sizda bu materializatsiya, конечно же, buni aytish kerak, o'zini darajasida, o'zini tezligida, sekin deb aytmayman, tez deb aytmayman. Qanchalik darajada tayyor bo'lsangiz, qanchalik darajada sborkani amalga oshirgan bo'lsangiz, shu darajada sizda amalga oshadi. Поэтому, конечно же, nima eksang shuni o'rasan degan gap har bir holatda katta ahamiyatga ega bo'lib hisoblanadi. Bu oyda albatta yangi narsani qilishga qo'rqmasligimiz kerak. Anchadan beri qilmoqchi bo'lgan ishingiz eski narsani tugatib, yangi narsani ochish, bundan qo'rqmang. Не бойтесь, прямо choping kerak bo'lsa va yangi narsani shakllantiring. То есть, если вы хотите очень давно что-то новое, сделайте шаг. Bu qadamni amalga oshiring. Конечно, resursni, yana bir bor aytaman, resursga egaligingiz bu sizni katta bir yutug'ingiz, потому что qanchalik yeringiz hosildor bo'lsa, shunchalik darajada siz ekkan hosil ham unumli bo'ladi. Обязательно yangi voqealar va hodisalarga kirishni, shakllantirishni amalga oshiring. Не бойтесь создавать новое, не бойтесь вовлекаться в новое, не бойтесь новых событий, не бойтесь новых эмоций, не бойтесь новых осознаний, потому что все будет подаваться новое. Yangi bir holatda taqdim etilishni boshlaydi. Kim uchundir ishida yangi imkoniyatlar ochilishni boshlar. То есть faqatgina ishida emas, har bir jabhada, ishda, munosabatda, hayotingizda, o'zingizning fikrlaringizda, xayollaringizda, hammasi jarayonlarda. Har bir kunning energiyasi, har bir sizni harakatingiz, har bir nimaga bersangiz o'zingizni harakatingizni, albatta sizga bu yangi imkoniyatlarni ochishga yordam beradi. То есть будет давать возможность нового. И сегодня мы коды заведем, sizlar bilan bu kodlarni kiritamiz. Эти коды усилят, увеличат, активизируют в многократном размере. То есть bir necha bir barobar faollashtirib beradi. То есть sizga bu programma kirg'izilinadi.
Это вот как bitta telefonda bor misol uchun tezlik programmasi, bitta telefonda yo'q tezlik programmasi. Tezlik programmasi bor bo'lgan telefon tezroq ishlaydi. Sizga bu qulay, imkoniyatlari bor, sizga har taraflama siz buni ishlata olasiz. Tezligi yo'q bo'lgan protsessori boshqacha bo'lgan programma sekinroq ishlaydi. То есть tezligi yo'q bu programmada, конечно же, shunga yarasha jarayonlar bo'ladi. Biz sizlar bilan telefoningizga, ya'ni sizni protsessoringizga, sizni monodangizga yangi imkoniyatlarni shakllantiruvchi programma kirgizamiz. То есть мы введем программу, дадим программу, код, который будет усиливать, активизировать новые возможности, новую активизацию в вашу жизнь. Farqini sezasizmi? Nima uchun sozlashishni amalga oshirish kerakligini, почему мы нам, цивилизация, сказали, мы же не знали, manam bilmagan edim, что aynan shu orqali действительно qanchalik darajada imkoniyatlarga erisha olamiz. Да, то есть мы не знали, что есть такая возможность, и мы эту возможность активизируем, bu imkoniyatni ishga tushiramiz. То есть siz o'zingizga bu programmani faollashtirasiz, bu programma sizga bor sizda и sizga iyul oy davomida maksimal darajada imkoniyatlarni yig'ib berishni amalga oshiradi. И har bir kunni самое главное tavsiyalar albatta это действие, bu harakat, yangi joyga borish, yangi fikrni faollashtirish, yangi harakatni qilishni kanda qilmang o'zingiz uchun. Не бойтесь этого, обязательно создавайте что-то новое. Пришла мысль, xayol keldimi, faollashtiring. Keldimi, faollashtiring. И har bir kunni harakat qiling в удовольствие. То есть удовольствие, ya'ni qoniqib, zavqlanib qilishga. Nima uchun? Потому что siz fundament qo'yasiz. Вы строите fundament. Men buni ko'p aytdim. 2026-yil bu bir raqami bilan keladi. Keyingi minimum 9 yillik sikl uchun siz fundament qilyapsiz. Har bir oy fundament. Bundan boshlab aslida olganda har bir kun shunaqa, aynan iyul xususiyatlaridan, то есть bu oydan boshlab siz nimaiki qilsangiz 9 yilga sizga o'zingiz uchun nima desam ekan, asos solasiz, да, то есть на 9 лет. Поэтому каждый день в удовольствии maza xursandchilikda urug'ni yeringizga joylashtirish, hosilingiz 9 yillik hosilingiz chiroyli bo'lishi uchun juda muhim bo'lib hisoblanadi. То есть очень важно именно активизировать, именно заполнить структуру Земли именно в удовольствие, чтобы эта энергия существовала максимально. Bu energiya maksimal darajada hayotingizda namoyon bo'lishi uchun. Aslida har bir kunimiz bu bizning ertamiz, buni bilamiz. Aynan mana shu narsalarga urg'u berish yaxshi bo'ladi. То есть siz уже aniq eslaysiz, удовольствие. Agar удовольствие bo'lmasa, siz biling, что keyingi programmalaringiz ham shunga yarasha bo'ladi. Да, дальше, конечно же, честность bu sizni resursingiz, to'g'ri so'zligingiz bu sizni resursingiz. Любая энергия честности это ваш ресурс. Прям запомните. Если нету честности, если есть ложь, лесть, yolg'on, o'zingizni ko'rsatish, paxta qo'yish, list, неприятный energiyalar bo'lsa, bor, siz shunaqasiz. Придется, значит, проживать эту энергию. Siz biling, agar bu energiyani kirgizgan bo'lsangiz, oyingiz davomida, umringiz davomida bu energiyalar sizga ta'sir qiladi. Nimadir bo'lsa, hayotingizda hayron qolmaysiz. Поэтому ongli ravishda yondashing bu energiyalarga. Bu очень juda muhim, это очень важно. Обязательно действие deb aytdim, harakatingiz juda muhim, namoyon qilishingiz kerak. Harakatni nomiga harakat emas, harakat qilish kerakligi uchun harakat emas. Da именно ongli ravishda удовольствие deb aytilganda maza qilib harakatni amalga oshirish. То есть действовать в удовольствии, в проявлении, в легкости, в честности, в ресурсе. То есть resursga ega bo'lmasangiz harakat qilmang. Опять-таки siz qanaqa energiyani joylashtirasiz? Yo'q bo'lgan energiyani joylashtirasiz, ertaga bu energiya sizni naborot aksincha tortib oladi, so'rib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Поэтому har bir harakatingiz resursdan bo'lishi kerak. Очень важно, чтобы каждое ваше действие было из ресурса. Да?
То есть энергия этого месяца будет перестраивать вас. То есть sizni perestroyka o'zgartiradi. Hozir yana maxsus kodlar kiritamiz. Bu kodlar orqali sizdagi o'zgarishlar jarayoni juda bir sezilarli darajada faollashadi. Поэтому очень важно было бы, конечно, bu kodlarni, bu energiyalarni maksimal darajada hayotingizga kirgizib olishingiz. 7 raqami. Yana bir bor aytaman, har bir moment holatida, har bir ovqatlanishingizda ham, hattoki kiyimlaringizda 7 raqamini inobatga oling. Hamma joyda. Именно bu oyda mana shuni rekomendatsiya qilishyapti, tavsiya qilishyapti. То есть обязательно в каждом моменте, в каждом дне, в каждом питании уделяйте именно на эту цифру. Ya'ni 7 nima bilan bog'liq? 7 raqami семерка. То есть любой bir so'zni yagona raqamga chiqaring, agar 7 bo'lsa, любой bir harakatni agardagi umumiy raqami 7 bo'lsa, прямо shu raqamni, shu harakatni, shu so'zni ko'proq qo'llang. Qayergadir bormoqchi bo'lsangiz, yagona raqamga keltirib oling. Agardagi shu joyni raqami 7 bo'lsa, прям o'sha joyga borib oling. Давайте, прям нам сказали, просчитайте, где вы находитесь, в какой вы стране, в каком доме. Если там есть семерка, это очень хорошо. И прям ertalabdan turib, даже 7, цифра 7, цифра 7 deb ham mana shu 7ni ko'zingizni oldingizga keltirib, hayotingizga kirgizing. Тоже o'zingiz bir darajada qanaqadir bir imkoniyatlar asosida o'zingizga тоже bu energiyani kirgizasiz. Albatta biz hozir siz bilan mantra, aynan yuqori vibratsion 7 raqami uchun mantra yaratamiz. Bu mantra orqali siz iyul oyi davomida mana shu yangi imkoniyatlarni hayotingizga tortib olishni shakllantirasiz. То есть вы будете притягивать максимальные возможности через эту мантру. Июль 2026 kodini yaratamiz. Мы будем создавать код на июль 2026 год. Этот код будет притягивать именно maksimal darajadagi yangi imkoniyatlarni hayotingizga yig'ib berishga yordam beradi. Но sizga bu qo'shimcha ravishda plus, чтобы вы это осознавали. So'zni, misol uchun, или там qaysi mevani yagona raqami 7 bo'lsa, просто biling, mana shu mevani shakllantirish siz uchun bu oy muhim ekanligini. O'zingiz uchun shakllantiring bu faoliyatni. Misol uchun mevani endi 7 hamma har doim ham bora olmaydi-ku-da, mana 7 deb yozishibdi. Meva просто повседневный bir holatlaringizda olingda, mevalarni yagona raqamga keltiring yoki boshqa bir nimaiki bo'lsa yagona raqamga keltiring. Qayerda 7 bo'lsa, shundan foydalaning. Kiyimlarda ham, ranglarda ham buni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. И yuqorida aytgandek, хотя бы голосом, so'z bilan birgalikda. Очень mana shu jarayonlar albatta то есть bu imkoniyatlarni hayotingizga ishga solsangiz, то есть вы будете реализовывать себя максимально, конечно, resursdan kelib chiqqan holatda, исходя из вашего ресурса, да, вы будете получать плоды, уже mevalar olishni boshlaysiz. Ayniqsa yana bir bor aytaman, buni o'zida anchadan beri ishlab, energetik jihatdan o'zini shakllantirib borgan ruhlarga ko'proq e'tibor qarataman. Anchadan beri biz o'zini bir rivojlanish faoliyatini amalga oshirgan. Ahamiyat bering, rezultat, месяц результатов. То есть siz bu oyda natijalarni ko'proq ko'rishni boshlaysiz. Natijalarni olishni boshlaysiz. То есть месяц результативности. Uzr so'rayman, будет активизироваться в полях. И чем больше вы вовлекаетесь, qanchalik darajada uyda o'tirmasdan, divanda yotmasdan sizga berilgan imkoniyatni, harakatni amalga oshirsangiz, siz shunchalik darajada sizda rezultat bo'ladi, natijani amalga oshirasiz. Bu oy energiyalari
o'rgatuvchi energiyalar, buzg'unchilik energiyalar yo'q bu yerda umuman. То есть это не разрушающая энергия, это наоборот будет создавать новое. Ketdimi, nimadir eski holat ketdimi, yangisi kelishi tezlashadi. Значит, ketish kerak bo'ladi, yangisi kelishini tezlashadi. Bunga ahamiyat berasiz jarayonlaringizga. Sizni asosiy vazifangiz davom ettiring o'zingizni harakatingizni, проявляйте себя, получайте знания, bilimlar oling. Nimaiki yangi bu oyda kirgizsangiz, sizga uzoq muddatli imkoniyat va natijalarni beradi. Все, что новое будете вы заводить в вашу жизнь, в ваше поле, она будет вам давать новые возможности, новую активизацию. Поэтому обязательно принимайте все возможные новые энергии, новые знания. Yangi bilimlar, yangi energiyalarni hayotingizga kirgizing, yangi путешествияlarni kirgizing, yangi joylarga borishni kirgizing. Это тоже новая энергия. Agardiki buni raqami 7 bo'lsa, конечно, bu yerda katta тоже plus bo'ladi, bir necha bir barobar. Da shaharlarni ham hisobga olib, buni aytaman, просто hisoblab ko'ring. Конечно, Toshkentni hisobladim, bu raqam 1. 7 raqam bormi ekan bizada? O'sha yerga boramiz. Просто 7 raqamini hisoblang. Hozir mana chatda o'zingiz uchun bilib olingchi. 7 raqami bo'lgan qaysi shahar bor, qaysi mamlakat bor, shu joyga ko'chib boramiz hammamiz. И дальше больше. Bu oyning asosiy raqamlari 5, 3, 8 deb aytdik. Aytishdi. 5, 3, 8 это материализация, это скорость, bu bu kuch va g'ayrat, bu sifat, bu sizning namoyon bo'lishingiz. Va yana ikkita raqam qo'shilindi. Bu получается balans va garmoniya orqali 6 va 2 orqali через двойку yangi holatingizni shakllantirish orqali. Поэтому мысленно mana shu 7 asosiy ishlatadigan raqamingiz 3, 5, 8 ni doimo qo'llang. Всегда используйте 3, 5, 8, 6, 2, 6 va 7, 2. Да, эмоционально, то есть целостно burbutullikni yig'ib beradi bu raqamlar. То есть они собирают, сборку делают на целостность. И bizni asosiy maqsadimiz mana shu energiyani ishga tushiramiz. Hozir iyul oyiga sozlashish orqali. Через настройку июля месяца мы запускаем эту энергию. Какую энергию запускаем? Энергию максимального качества, максимального удовлетворения, максимальных плодов. Maksimal darajadagi qoniqish, maksimal darajadagi natijalarni faollashtirib beruvchi programma dasturlarini ishga tushiramiz. Da, и bu bugungi dasturlardan keyin ahamiyat bering, yangi voqealarni sizni hayotingizga tezlashtirishga katta ahamiyat qaratadigan imkoniyatlar ochilishni boshlaydi. То есть siz bu jarayonlarni yengillikda, erkinlikda o'tishni amalga oshirasiz. То есть вы будете проходить эти события именно в легкости, да, и будете познавать, конечно же, плоды. Iyul 2026 fundamentalniy yangi dasturlar, fundamental yangi dasturlar bo'lib hisoblanadi. Yana bir bor aytaman, bu sozlashish dasturlari sizni hayotingizda nima qilishni boshlaydi? Eski narsani chiqarishni boshlaydi, будет вытеснять старое и будет сонастраивать вас новым. Yangi holatlar bilan sizni sozlashtirishni amalga oshiradi. Все будет по-новому. Hamma narsa yangi bir holatda, yangilangan bir holatda ishlashni amalga oshiradi. И siz ko'proq sozrevание, ya'ni то есть ko'proq nima desam ekan, yetilanasiz, sozrevать, то есть bo'ldi, tushundim. То есть anchadan beri ikkilangan jarayonlaringiz bo'lsa, tezroq yetilinib, tezroq bir o'zingizdagi bir yetilinish holatini shakllantirasiz. Да, и дальше больше, еще раз повторяю, важно не терять resursni yo'qotmaslik, davom ettirish har qanday holatda bu juda muhim bo'lib hisoblanadi. И, конечно же, честность и чистота. Bu to'g'ri so'zligingiz, bu sizni tozaligingiz, toza fikrlaringiz bilan bo'lib hisoblanadi. Qanday darajada shakllantirsak, shunday darajada hayotimiz shakllanishni amalga oshiradi.
Tovush bo'yicha aytdim. Tovush sizga tonki formadagi biz bergan hozirgi tovushimiz yuqori vibratsion tonki energiyalar darajasidagi yangi imkoniyatlarni iyul oyi uchun ishga tushirib beradi, tortib beradi hayotingizga va ishga tushirishga yordam beradi. И, конечно, sizni ongingiz, sizni his-tuyg'ularingiz, sizni tanangiz da shu bilan birgalikda chakra tizimingizni ham yig'ib berishga yordam beruvchi tovush beraman sizlarga. Berildi bizga bugun bu tovushni biz sizlar bilan foydalanamiz. Ну что, мои хорошие, mana shu ma'lumot sizlar uchun. Yana bir bor aytaman, harakat, yangi narsalarga o'zingizni qo'rqmang, yangi qadam tashlashni, yangi qaror qabul qilishni da resursdan harakat qilishni albatta amalga oshiring. И hech qachon oldingidek harakat qilmang. Не действуйте по-старому, действуйте по-новому. Prямо oldingidek harakat qilib o'rganib qolganmiz-ku, keyin shuni qilaman. Yo'q, harakat qiling yangicha yondashishga. Старайтесь действовать по-новому. Это очень важно. Все новое, hamma narsada yangi bir holatda. И не ленитесь. Hech qachon hozircha men o'tgan oy ham aytgandim, nельзя лениться, nельзя sидеть. Shunchaki o'tirish, shunchaki erinish holatida bo'lish payti emas. O'zingizni namoyon harakat va harakat. Doimiy harakatda bo'ling. Qanchalik harakatda bo'lsangiz, shunchalik imkoniyatlarni faollashtirish sizda mavjud. Вот такая вот информация. Andijon yetdi ekan. Bo'ldi, Andijonga boramiz. Yana nima bor ekan? Вот Andijondagilar, Andijon 7 deb aytishyapti, 7 raqami. Bu degani nima degani? Что это означает? Значит, вот это вот место будет активизировать максимально качественный ресурс. Maksimal sifatdagi resursni amalga oshiradi. Chet eldagi mamlakatlarni hisoblab ko'ring-chi o'zingiz uchun. Ну-ка tashlang, hisoblab, мне тоже интересно, men hali hisoblamadim. И дальше больше yana ko'ramiz. Ну что, мои хорошие, sozlashishni biz boshlaymiz sizlar bilan. Yana bir bor aytaman. Kimda ishtirok etish niyati bo'lsa, har bir kun qadrli siz uchun. Bugun ham, kecha ham aslida olganda. Bugungi energiyalar kun uchun. Har bir kun maxsus energiya yo'q bu yerda. Har bir kun qadrli. Har bir kun energiyasi inson uchun juda katta imkoniyat beradi. Поэтому shuning uchun qoldirmang. Kutmang maxsus kunni, maxsus davrni, maxsus oylik olishni, agardagi olish niyatingiz bo'lsa, shakllantiring. Потому что vaqt o'tyapti, siz bugungi energiyani уже o'tkazib yuborsangiz, уже siz nimanidir anglamasizdir siz. Возможно, вы не будете понимать, но вы уже потеряете. Siz уже o'tkazib yuborasiz. И buni oy oxirigacha ни в коем cho'zishni keragi yo'q. Потому что oy kunida kerakli bo'lgan programmalarni olish imkoniyatiga egasiz. Hozir dasturlarni kiritamiz, мы сейчас будем вводить программы, и вы сейчас будете это все активизировать, sizni ochilishni boshlaydi. Kutmang, не ждите. Прям сегодня классная энергия, завтра классная энергия. Har bir kun, bugun misol uchun 03 sifatli darajadagi juda ham bir yuqori imkoniyatlar taqdim etilinadi. И bugun hozir agar sizda bu kod bo'lsa, если у вас есть этот код, вы максимально будете брать от этого дня эти возможности. Понимаете, в чем дело? И agar inson ongi bilan siz bu narsani даже xayolingizga ham keltirmasligingiz mumkin. Поэтому shu narsani aytmoqchi edim, не теряйте ни дня. Bir kun ham o'tkazib yubormang. Imkoniyatingiz bormi? Sozlashib yuboring. Imkoniyatingiz bormi? Kirgizib oling bu dasturni. Har kuni kuzating. Har kuni yangi imkoniyatlarni ochishga o'zingizni sababchi qiling. Rossiya 7. Отлично. Rossiyaga boramiz hammamiz. Da, Rossiya 7. Россия 7, boshqa mamlakatlarni ham hisoblab ko'ring. Seshanba тоже 7. Вот, отлично. Видите, уже sozrеваете, да? Mevalarga e'tibor bering. Вот прямо guruhda bo'lishing, ko'rasiz. No, siz hozir programmalarni kirgizasiz, sizda bu sozlashish juda kengayadi, juda kuchayadi. Вот так вот, мои хорошие. Ну что, тогда boshlaymiz sizlar bilan.
Onlayn sizlar bilan xayrlashamiz. O'ylaymanki, bu ma'lumot sizlarga bloga bo'ldi. Biz esa amaliyotimizni davom ettiramiz. Kechagi ochiq muloqotni ko'rmaganlar bo'lsa, albatta ko'rib oling. Ochiq muloqot juda muhim bo'lgan ochiq muloqot bo'ldi. Ochiq muloqotni bugun albatta qaytadan dublировать qilamiz kanallarga yoki bo'lmasa yozib, yordamchimga yozib, bu ma'lumotni o'zingiz uchun kirgizib oling. Благодарю, идем дальше.